Shu kunlarda mana shu video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va uning tagidagi kommentariyalarni o'qisangiz rosti kulgingiz keladi. Kimdir mana haqiqiy o'zbek o'g'loni desa, kimdir mana haqiqiy jangchi deydi. Yana kimdir formada va normada deb yozib qo'yibdi. Voy baraka topkirlar, harbiy xizmatchilarga nisbatan qachondan bizda mana shunaqangi ojizona fikrlar paydo bo'ldi? Sababini aytaymi? E'tibor qiling. Miyasi va bilagi to'la inson hech qachon o'zidan ojiz kimsalarga kuch ishlatmaydi, zug'um qilmaydi. Biroq oxirgi vaqtlarda mana bu kabi videolarning ko'plab tarqalishi, kuch ishlatar tizim vakillarining oddiy aholiga nisbatan zug'um qilayotganligi ular haqidagi salbiy fikrlarning urchishiga asos bo'lyapti. Rostdan ham bular orasida bugun orig'i-yu qorni qappayganlargacha topish mumkin. Lekin biz bilardik, bizdan kattalar, bizning akalarimiz va otalarimiz harbiy xizmatda vaqtdaligida hammasining bilagi to'la bo'lgan va bugun ham xizmatning talabi shu. Xuddi birinchi videodagidek formada bo'lishi kerak. Agar bundoq raqamlarga qaraydigan bo'lsak ham bugun bizning harbiy salohiyatimiz 145 ta davlat orasidan 53-o'rinda turadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida esa 2-o'rinda, Markaziy Osiyoda esa 1-o'rinda. Shuning uchun xizmatdagi bu kabi fikrlarimiz biroz noo'rin nazarimda.